Pepsi sovg'alar dasturxoniga xush kelibsiz. Pepsi sotib oling. Qopqoq tagidagi kodni ro'yxatdan o'tkazing. Qimmatbaho sovg'alar yutish imkoniga ega bo'ling va har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Sovg'alar dasturxoningizni to'plang. Pepsi bilan lazzat bilan. Assalomu alaykum barchaga. My5 telekanalining hurmatli obunachilari va Pepsi Uzbekistan Instagram sahifasi kuzatuvchilari. Bugun 1-mart, bahor faslining ilk kuni. Ushbu kun va albatta Ramazon oyi bilan barchangizni tabriklaymiz. Ushbu oyda barchamizga tinchlik, totuvlik, mehr-oqibat hamroh bo'lsin. Ushbu oy bizga ko'p yaxshiliklarni ulashsin va mana shunday yaxshi kunlarda Pepsi'dan ajoyib aksiya davom etyapti. Bilasiz, bayramona dasturxon aksiyasi start olgan va bir necha qimmatbaho sovg'alarni biz o'z egalariga har jonli efirlarda topshirib boryapmiz. Bugun ham mana shunday kunlardan biri. Endi esa e'tiboringizni stol ustiga qaytishingizni so'rab qolgan bo'lardim, chunki bu yerda turibdi. Bir emas, ikkita iPhone 17 smartfoni va eng katta sovg'amiz bo'lgan 100 million so'm pul mukofoti. Ushbu sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin. Buning uchun aksiya ishtirokchisi bo'lishingiz kerak. Hoziroq pastdagi QR kodni skanerlang va aksiya ishtirokchisiga aylaning. Sariq qopqoqli Pepsi'ni sotib olasiz. Kodni ushbu bot orqali ro'yxatdan o'tkazasiz. Xo'p, o'tgan hafta jonli efirimizda biz 3 ta sovg'a egasini aniqlagandik va g'oliblarimizning ikkitasi bilan jonli efirda telefon orqali suhbatlashgandik. Afsuski, bitta ishtirokchimiz bilan suhbatlasha olmadik, chunki ular telefon raqamlarini kiritmagan. Shuning uchun sizdan so'rab qolgan bo'lardik. Agarda siz kodni ro'yxatdan o'tkazayotgan bo'lsangiz, albatta telefon raqamingizni ham kiritib o'ting, chunki biz mana shu raqamlar orqali siz bilan bog'lanamiz, ushbu raqamlar orqali siz bilan suhbatlashamiz. Agarda siz g'olib bo'lsangiz, eng qizig'i, eng asosiysi, ushbu bog'lana olmagan ishtirokchimizni menejerlarimiz topishdi va bog'lanishdi va ular bugun studiyamizda mehmon bo'ladi. Marhamat, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Здравствуйте. Tanishamiz. Ismingiz? Меня зовут Андрей из города Ташкента. Judayam yaxshi. Xo'p, nima ish bilan shug'ullanasiz? Qanaqa kasb egasisiz? Водитель автобуса. Nechta kodni ro'yxatdan o'tkazgansiz? 12 крышек я зарегистрировал через бот. Menejerlarimiz sizga birinchi qo'ng'iroq qilishganda nimani his qildingiz? O'zi ishondingizmi? Нет, мне первый раз, когда они позвонили, я не поверил. A keyinchi? Потом, когда они позвонили второй и пригласили в студию, тогда я поверил. Aha. Va bugun studiyamizdasiz va 2 karra ishondingiz. Xo'p, iPhone 17 Pro smartfonni yutib olgansiz va bu haqda birinchi bo'lib kimga xabar berdingiz? Жене. Xo'p, ularning javobi qanaqa bo'ldi? Nima dedilar? Это будет мой. Xo'p, sovg'ani ularga berasizmi? Конечно, праздник весны я подарю ей на 8 марта. Juda ajoyib. Demak, siz uchun sovg'amiz muborak bo'lsin. Спасибо. Bizni hozir millionlab kuzatuvchilarimiz tomosha qilib turishibdi. Xo'sh, ularga tilaklaringiz, gaplaringiz bo'lsa, jonli efirda bemalol aytib olishingiz mumkin. Пейте и участвуйте в акции, выигрывайте призы и телефон. Xo'p, o'zingiz ham hali ishtirok etasizmi? Обязательно. Chunki hali 100 million so'm sizniki bo'lish imkoniyati bor sizda. Конечно. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling va aksiya ishtirokchisi davom eting. Xo'p, davom etamiz. Ko'rdingiz, hozirgina jonli efirda ishtirokchimiz g'olib bo'lganliklarida ularga iPhone 17 Pro telefonini sovg'a qildik. Sizda ham shunday imkoniyat bor. Siz ham ushbu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Hozirroq telefonlaringizni qo'lingizga oling va ushbu QR kodni skanerlang. Endi esa shartni yaxshilab tushuntirib o'taman sizga. Ko'rib turibsiz, stolimiz ustida 1 litrdagi, 1.75 litrdagi va 2.25 litrdagi Pepsi idishlar turibdi. Hozir 1 litrlik misolda buni ko'rsatib beraman. Ochamiz. Eng yoqimli ovoz. Ana. Ichib olsak, bizga yana ham tetiklik beradi. Xo'sh. Va shu yerda aytib o'tishim kerak. Qopqoqni ochganingizdan so'ng bu yerda kod bor. Ushbu kodni Pepsi Summer Bot Telegram botidan ro'yxatdan o'tkazasiz va siz avtomatik ravishda Pepsi bayram dasturxoni aksiyasi ishtirokchisiga aylanasiz. Pepsi'ni ichib olamiz.
Xo'p, yaqindan ko'rsatishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Operatorlarimizdan qopqoq ostida kod bor. Menimcha ko'rinyapti hammaga. Qopqoq ostidagi kodni Pepsi Summer Bot Telegram kanalida ro'yxatdan o'tkazasiz. Agar botni osonroq topmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi QR kodni skanerlab oling. Eng asosiysi, birinchi g'ildirakni aylantirish kodsiz ham amalga oshiriladi. Bu siz uchun surpriz bo'la qolsin. Hoziroq kirib ro'yxatdan o'tib g'ildirakni aylantiring. G'ildirakni aylantirganingizda ham siz uchun sovg'alarimiz bor. Agarda siz 3 ta noyob taomni yig'sangiz, siz uchun Evos, Dodo Pizza, Black Star Burger, Baraka Market, Uzum Marketdan voucherlar beriladi va siz ularni ushbu joylarda bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari siz 6 ta noyob taomni yig'sangiz, sizga Pepsi'dan ajoyib bo'lganlagan, bitta bo'lganlagan sovg'a qilinadi va undan tashqari yana bir qimmatbaho sovg'amiz, agarda siz 9 ta noyob taomni yig'sangiz, AirPods Pro 3 sizga sovg'a qilinadi. Endi esa g'oliblarimizni birin-ketin aniqlasak bo'ladi. Randomizerni ishga tushiramiz va birinchi iPhone 17 smartfoni g'olibini aniqlaymiz. Hozir ekranda kodlar paydo bo'ladi. Siz yuborgan kodlar orasida bo'lishi mumkin, chunki hayajonli daqiqalar yaqin. Siz g'olib bo'lishingizga juda ham yaqin daqiqalar qoldi. Xo'sh, kim omadli bugun iPhone 17 smartfonni kim yutib oladi? Hozir ko'ramiz. Xo'p, randomizer ishga tushadi va avtomatik tarzda g'olibni aniqlaymiz. Hammamizga birdek qiziq. O'zim ham hayajondaman. Xo'sh, kim g'olib bo'lar ekan? Kim hozir iPhone 17 Pro smartfonni yutib olar ekan? Xo'sh. Ekranda ko'rib turibsiz. Bir necha soniyalardan so'ng hozir g'olib paydo bo'ladi va bizda bor 24327 raqamdagi ishtirokchimiz g'olib bo'ldilar. Hozir menejerlarimiz ular bilan bog'lanishadi va jonli efirda ular bilan suhbatlashamiz. Xo'sh, qayerdan ekanlar? Nechta kodni ro'yxatdan o'tkazgan, hammasini bilib olamiz. Sizda ham shunday imkoniyat bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mana shu kodni yuborgan, ro'yxatdan o'tkazganlar va bugun hozirgina jonli efirda iPhone 17 Pro smartfonni yutib oldilar. Xo'p, hozir ular bilan jonli efirda bog'lanamiz. Ularning emotsiyalariga birgalikda guvoh bo'lamiz. Juda ham xursand bo'lishlari aniq, kutilmagan sovg'a bo'lishi aniq bahor fasli uchun. Aha, hali oldinda yana bitta iPhone 17 Pro smartfoni va 100 million so'm pul mukofoti bor. Eng asosiysi 100 million so'm bugun sizniki bo'lishi mumkin. Agarda siz Pepsi'ni xarid qilgan bo'lsangiz, qopqoq ostidagi kodni ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, siz aksiya ishtirokchisiz va sizda ham bunday imkoniyat bor. Agar hali siz xarid qilmagan bo'lsangiz, shoshiling. Tezda do'konlarga borib, sariq qopqoqdagi Pepsi'ni sotib olib, kodni ro'yxatdan o'tkazing va aksiya ishtirokchisiga aylaning. Menimcha bog'lanyapmiz hozir ishtirokchimizga, g'olibimizga. Allaqachon ular g'olib bo'ldilar. Allaqachon smartfon egasiga aylandilar. Eslatib o'taman, siz ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi QR kodni skanerlang, botdan ro'yxatdan o'ting. Birinchi marta ro'yxatdan o'tganlarga g'ildirakni aylantirish kodsiz ham amalga oshiriladi. Siz birinchi marta aylantirasiz, taomni yig'asiz, keyin esa kod orqali yana bir marta g'ildirakni aylantirasiz. 3 ta noyob taomni yig'sangiz, allaqachon sovg'angiz bor. Afsus, chunki hozirgina bizga xabar berishdi. G'olibimizni qo'ng'iroq qilib bo'lmadi g'olibimizga, chunki abonent xizmat doirasidan tashqarida ekan. Mayli, efirdan keyin ular bilan albatta bog'lanamiz, menejerlarimiz bog'lanishadi. Xo'p, albatta bog'lanishadi va sovg'alarni yetkazib beramiz. Agar imkoni bo'lsa, balki ular ham studiyamizga kelasi hafta tashrif buyurishlari mumkin. Telefoningizni ham ishlatib qo'ying aksiyada ishtirok etgandan keyin, chunki jonli efirda biz bilan gaplashishdek bir narsadan mosoq bo'lishingiz mumkin, qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun telefoningizni ham ishga tushirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'taman, qimmatbaho sovg'ani o'zingiz qo'lingiz bilan yig'ib olishingiz mumkin, chunki 9 ta noyob taom uchun biz AirPods Pro 3 quloqchinlarni sizga sovg'a qilamiz. Undan tashqari 6 ta sovg'a uchun Pepsi'dan ajoyib bo'lgan, bitta dona bo'lgan, boshqa hech qayerda bo'lmaydigan lagan ham sizniki bo'lishi mumkin. Shuning uchun aksiyada to'xtamasdan ishtirok eting, Pepsi'ni xarid qiling, har bir kodni ro'yxatdan o'tkazib boring va sovg'alarga ega bo'lib boring. Xo'sh, birinchi g'olibimizni aniqladik, ular bilan bog'lana olmadik afsuski, lekin albatta bog'lanamiz. Endi esa ikkinchi smartfonning g'olibini birgalikda aniqlaymiz. Bunda yana bizga randomizer yordam beradi va hozir uni ishga tushiramiz.
Xo'p. Hammamizga qiziq bunday ajoyib sovg'ani kim yutib olar ekan? Buning g'olibi kim ekan? Qaysi viloyatdan ekan? Hozir bizni ko'rib turganmikinlar? Xo'sh, hozir bir necha daqiqada buni bilib olamiz, ularga qo'ng'iroq qilamiz. Ekranda paydo bo'ldi, ko'rib turibsiz. Ushbu kodni ro'yxatdan o'tkazgan ishtirokchimiz bugun iPhone 17 Pro smartfonni yutib oldilar. Hozir jonli efirda tabriklarmikimiz ularni? Ishqilib telefonlarini ko'tarsin. Jonli efirda tabriklaylik, ularning emotsiyalariga guvoh bo'laylik, ularni birgalikda eshitaylik. Qayerdan ekanlar, kim ekanlar o'zi? Hozir bilib olamiz. Shuning uchun aytaman, Pepsini tez ichib turing, tez xarid qilib turing, chunki faqat foyda keltiradi. Ham Pepsi ichasiz, ham sovg'alar yutib olasiz. Bir-biridan ajoyib bo'lgan, qimmatbaho bo'lgan sovg'alar sizni kutib turibdi. Bunday imkoniyat hammada bor. Bizni ko'rib turgan, bizni eshitib turgan hammada ushbu imkoniyat bor. Bundan foydalanish sizning o'z qo'lingizda. Har bir kodni ro'yxatdan o'tkazsangiz, sizga imkoniyat taqdim etiladi. Biz bog'ladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Biz sizni MyFab kanali Pepsi bayramona aksiyasidan bezovta qilyapmiz. Pepsi xarid qilib, kodni ro'yxatdan o'tkazganmidingiz? Ha, o'tkazgandim. Nechta kodni ro'yxatdan o'tkazgan edingiz? To'shni aniqini bilmayman, lekin anchagina o'tkazganman. Anchagina o'tkazgansiz va bu besamar ketmadi. Siz jonli efirda hozirgina iPhone 17 Pro smartfonni yutib oldingiz. Rostdanmi? Rostdan. Qayerdansiz? O'zi Qashqadaryodanmi? Hozir Toshkentdaman. Qashqadaryodan. Ismingiz? Ismim Otabek. Otabek aka. Agar hozir uyda bo'lsangiz, tez televizorni yoqing, MyFab telekanalini yoqsangiz jonli efirda biz siz bilan gaplashib turibmiz. Sizni hamma eshitib turibdi hozir. Voy, men hozir uyda emasman-da. Uyda emasmisiz? Mayli. Shunday bo'lsa ham sizni tabriklaymiz. iPhone 17 Pro muborak bo'lsin. Qarang, uni jonli efirda yoki qanaqadir ko'rishga iloji bormi telefon orqali? MyFab telekanalining Telegram sahifasiga kirib ham balki ko'rsangiz bo'ladi menimcha. Lekin menejerlarimiz efirdan so'ng sizga bog'lanishadi va sovg'a haqida batafsil ma'lumot berishadi. Telegramda ham translyatsiya bor ekan. Hozir telefoningizni tez olib kirib qidirsangiz, MyFabning Telegramda ham bizni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Instagram, Pepsi O'zbekiston Instagram sahifasida ham jonli efir uzatilyapti aytgancha, undan ham kirib ko'rsangiz bo'ladi. Shuncha sharoit sizga. Xo'p, hozir ko'raman Instagramdan. Bo'ldi, sizni tabriklaymiz. Sog' bo'ling, sog'lik muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Xursand bo'lishdi oilaviy. Qashqadaryo viloyatidan ekanlar g'olibimiz. Qashqadaryo viloyatidan Otabek aka hozir iPhone 17 smartfonning ikkinchisiga ega bo'ldilar. Endi esa hamma kutgan hayajonli daqiqalar. Agar ikkita iPhone 17 ni yutolmagan bo'lsangiz, kayfiyatni tushirmang. Chunki eng katta sovg'amiz, eng qimmatbaho sovg'amiz hali oldinda. Bu esa ko'rib turganingizdek 100 million so'm pul mukofoti. Nimalar qilish mumkin 100 million so'mga? Xohlagan orzularingizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir randomizerni ishga tushiramiz va 100 million so'm pul mukofoti g'oliblarini ham siz bilan birgalikda jonli efirda aniqlaymiz. Ularga ham bog'lanamiz. Balki bizni ko'rib turgandirlar, balki sizdirsiz. Agar aksiyada ishtirok etgan bo'lsangiz va kodni yuborgan bo'lsangiz, siz ham hozir 100 million so'm pul mukofotini yutib olishingiz mumkin. Agar ishtirok etmagan bo'lsangiz, hali sizda vaqt bor. Kelasi hafta, yana yakshanba kuni 19:30 da jonli efirda siz bilan ko'rishamiz. Ungacha tinmasdan do'konlardan sariq qopqoqli Pepsilarni xarid qilib, har bir kodni Pepsi Summer Bot orqali ro'yxatdan o'tkazsangiz, aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Agar botni qidirib topolmayotgan bo'lsangiz, oson yo'li, hoziroq telefoningizni qo'lingizga oling va ushbu QR kodni skanerlab oling. Avtomatik tarzda botga kirasiz, raqamlarni ro'yxatdan o'tkazasiz. Randomizer ishga tushib, g'olibni aniqlaguncha sizga yana sovg'alarni tanishtirib o'taman. Siz 100 million so'mgacha ham o'zingiz taomlarni yig'ib, sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Agarda siz 3 ta noyob taomni yig'sangiz, sizga Elvis, Dodo Pizza, Papa John's, Black Star Burger, Baraka Market, Uzum Tezkordan voucher beriladi. Voucherni ushbu sanab o'tgan joylarda bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari 6 ta noyob taomni yig'sangiz, sizga ajoyib bo'lgan, takrorlanmas bo'lgan Pepsidan lagan sovg'a qilinadi. Agar siz
9 ta noyob taomni yig'sangiz, sizga barcha uchun kerak bo'ladigan, yoshlarimiz uchun, kattalar uchun ham kerak bo'ladigan quloqchinlar AirPods Pro 3 quloqchinlari sovg'a qilinadi. Shuncha imkoniyat, shuncha sovg'a. Bulardan faqat tezda foydalanish kerak. Tezda Pepsi'ni xarid qiling, QR kodni skanerlab, botga kirib, kodni ro'yxatdan o'tkazing, aksiya ishtirokchisiga aylaning. Har hafta yakshanba kuni jonli efirda siz bilan birgalikda qimmatbaho sovg'a g'oliblarini aniqlaymiz va ushbu g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermang. Tezda kodlarni ro'yxatdan o'tkazing. Bitta o'tkazasiz, ikkita, uchta farqi yo'q. G'olib bo'lish o'z qo'lingizda. Xo'p, randomizer ishga tushgan va bizda g'olib bor. 78,000 Xo'p, bor mana. 83,111. 83,111. Ushbu raqamdagi inson hozir g'olib bo'ldilar. 100 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldilar. Hozir jonli efirlar bilan bog'lanamiz, qo'ng'iroq qilamiz va tabriklaymiz. Bizni ko'rib turgan bo'lsalar, allaqachon bilganlar, ko'rmagan bo'lsalar, ularni shokka tushiramiz, hayratga solamiz. 100 million so'm yutib oldingiz deb kimdir sizga qo'ng'iroq qilsa, qanaqa ahvolga tushgan bo'lardingiz? 8-mart bayrami yaqin, ushbu bayramdan oldin ana shuncha pul sizga kerak bo'ladi, asqotadi. Undan tashqari boshqa narsalarga ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xohlagancha sayohat qilishingiz mumkin, uyingizni ta'mirlashingiz mumkin, turli xil maishiy texnika vositalarini xarid qilishingiz mumkin yoki avtomashina uchun boshlang'ich to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Istagancha ishlatishingiz mumkin. Pepsi sizga shunday pul mukofotini beradi. Assalomu alaykum. Bog'landik. Voy, hali bog'lanmabmiz. Xo'p. Aha. Hozir bog'lanamiz va bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Hozir bizni ko'rib turibsizmi? Ha, ko'rib turibman. Voy, ko'rib turibsizmi? Juda ham ajoyib. Aha, siz hozirgina 100 million so'm pul mukofoti g'olibi bo'ldingiz. Qayerdansiz? Rostdan. Ha, 100 million. 100 million. Qayerdansiz? Navoiydanmi? Navoiydan? Ismingiz? Sevinch. Sevinch. Navoiyning qaysi tumanidansiz? Navoiy viloyati Qiziltepa tuman. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan Sevinch hozirgina 100 million so'm pul mukofotini yutib oldilar. Xo'sh, Sevinch 100 million so'mni nima qilasiz endi? Oldinda ikkita to'yimiz bor, o'shani o'tkazib o'raman. To'y bor. Kimni to'yi? O'zingizni to'yingizmi? Akam bilan meni. Akangizni va sizni to'yingizga yaxshigina yordam beradigan 100 million so'm endi sizniki. Tabriklaymiz. Rahmat. Nechta kodni ro'yxatdan o'tkazgansiz? Hozirgina bittasini o'tkazgandim, jami 23 ta jo'natganman. Jami 23 ta. Xo'p, noyob taomlarni ham yig'dingizmi? Ha, yiqqanman. Aha, nimalarni yutib oldingiz? Nechta voucher yutdingiz? Xo'p, quloqchin yutib oldingizmi? 9 noyob taom yig'dingizmi? Uzun tezkorga 40 ming so'm yutgandim, keyin ham 6 yig'ayotgandim-da. Xo'p, ko'rdingizmi Pepsi ichishni foydalarini? Qanaqa foydalari bor ekan? Bitta sanab bering bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga. Ishoninglar va yutasizlar. Niyat qilib, shu 100 millionni yutaman deb oxirgi lahzalargacha kutib turdim. Va nihoyat yutdingiz. Jonli efirda mana butun jamoamiz nomidan qolaversa bizni ko'rib turgan butun O'zbekiston nomidan sizni tabriklaymiz. Menimcha hozir hamma sizga havas qilyapti. Yoningizda kim bor? Kimga birinchi aytmoqchisiz o'zi bu xabarni? Akam borlar, hozir bu xabarni endi uydagilarim kelsalar, dadamga aytamiz. Ular ham juda ham xursand bo'lishadi menimcha. Va yaxshi kunlaringizga xizmat qilar ekan, to'ylarni yaxshi o'tkazib oling. 100 million so'm muborak bo'lsin. Rahmat opajon, rahmat. Sizga ham rahmat ishtirok uchun. Ishtirok etishda davom eting. Hali sizda imkoniyat bor. Yana qolgan sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin. iPhone 17 Pro ni ham yutib olishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xayrlashamiz. Demak, ishtirokchilar, hozir ko'rib turganlar, agar ishtirokchi bo'lmasangiz, hali ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz kodlarni, sizda imkoniyat bor. Nimani kutib turibsiz? Hoziroq pastdagi QR kodni skanerlang, botdan ro'yxatdan o'ting, g'ildirakni birinchi marta aylantirish kodsiz ham amalga oshiriladi. Undan tashqari do'konlarda o'zingiz uchun ham ichimlik sotib olasiz. Pepsini shundoq ham ichasiz bilaman. Agar siz be'tibor bo'lgan bo'lsangiz, aksiyamiz haqida xabardor bo'lmasangiz, sizga yana bir bor aytib o'taman. 1 litrlik, 175 litrlik, 220
1.5 litrlik Pepsi'ni xarid qilasiz. Sariq qopqoqda bo'lsin asosiysi va qopqoq ostidagi kodni Pepsi Summer Bot orqali ro'yxatdan o'tkazasiz va avtomatik tarzda aksiyamiz ishtirokchisiga aylanasiz. Shunaqa aksiya sizga juda ham ko'p sovg'alarni, asosiysi qimmatbaho sovg'alarni tayyorlab qo'yibdi. Hozir jonli efirda ko'rdingiz, ko'rib bordingiz. Ikkita iPhone 17 Pro va 100 million so'm pul mukofoti har hafta yakshanba kuni 19:30 da MyFact telekanalida jonli efirda g'oliblari aniqlanadi. Undan tashqari o'zingiz yuqorida aytganimdek, noyob taomlarni yig'ish orqali ham turli sovg'alarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Voucherlar ajoyiblagan va AirPods Pro 3 quloqchinlari ham sizni kutib turibdi. O'tgan hafta jonli efirda biz g'oliblarni aniqlagandik. 100 million so'm pul mukofoti Buxoro viloyati Buxoro shahriga nasib etgan bo'lsa, iPhone 17 Pro smartfoni Samarqand viloyati Pastarg'om tumaniga nasib etgandi va 3-ishtirokchimizni boyagida jonli efirda ko'rdingiz. Toshkent shahridan ishtirokchimiz iPhone 17 Pro smartfonni yutib oldilar va ko'z o'ngingizda aytdilar, ular smartfonni ayollariga 8-martga sovg'a qiladi. Agar siz ham yaqinlaringizga qanday sovg'a olishni bilmay o'ylab turgan bo'lsangiz, Pepsi sizga sovg'alarni tayyorlab qo'yibdi. Hali 8-martgacha bemalol Pepsini xarid qilib, kodlarni ro'yxatdan o'tkazib, 8-mart kuni, aynan kelasi hafta 8-mart bo'ladi. 8-mart sanasida sovg'alarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Bayram uchun ko'p sovg'alar tayyor. Siz faqat aksiyada ishtirok eting, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Har bir kod sizga omad olib kelishi, har bir kod sizga sovg'a olib kelishi mumkin. iPhone 17 Pro 100 million so'm. Kim xursand bo'lmaydi bunday sovg'ada? Ayting, kim xursand bo'lmaydi? Hammada bunday imkoniyat bor. Faqat foydalanishingiz kerak. Pepsi shunaqa, nafaqat Xo'p, bizni undan tashqari Pepsi Uzbekistan Instagram sahifasi ham ko'rib turibdi. Siz ham aksiyada ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Pepsi bu shunchaki ichimlik emas. Brend har bir bayram o'zgacha bo'lishi uchun yorqin imkoniyatlar, sovg'alar hammasini tayyorlab qo'ygan. Faqat siz uchun, Pepsi ichuvchilar uchun, siz tomoshabinlar uchun, aziz insonlar uchun bundan foydalaning. Bayram yaqin, mana shu sovg'alarni yutib oling, yaqinlaringizga sovg'a qiling, o'zingiz uchun sovg'a qiling. Pepsi mana shunaqa foydali narsalarni sizga doim ulashadi. Pepsi iching, foyda qiling deyman. Xo'p, shunaqa g'oliblarni bugun aniqladik. Demak, birinchi g'olibimizga bog'lana olmadik. Ikkinchi g'olibimiz qayerdan edilar? Ikkinchi g'olibimiz Qashqadaryodan edilar. Oxirgi 100 million so'm esa Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga nasib qildi. Ularning yaqinda to'y ekan, akalarni o'zlarini to'y ekan va aynan sovg'amiz ular bo'libdi. 100 million so'm to'y uchun kerakli sovg'a. iPhone 17 dan ham ko'proq kerak bo'lgan sovg'a ularga 100 million so'm ekan. Endi mana shunaqa yaxshi kunlarda Pepsi'ni eslab, ushbu pulni mazza qilib ehtiyojlariga ishlatishadi. Agar sizda ham qandaydir ehtiyoj bo'lsa, nimadan olmoqchi bo'lsangiz, sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, nimadir xarid qilmoqchi bo'lsangiz, aksiyada ishtirok eting. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Pul mukofotlarini yutib oling, smartfonlarni yutib oling. Hammasi siz uchun. Men agar sizning o'rningizda bo'lganimda har kuni ikkita Pepsi sotib olib, ikkita kodni ro'yxatdan o'tkazardim. Demak, kelasi haftagacha 14 ta kodni ro'yxatdan o'tkazib, efirni tomosha qilib, duo qilib turardim va yuqoridagi ishtirokchimizga o'xshab niyat qilgandim, juda ham qattiq niyat qilgandim dedilar. Qattiq niyat qilsangiz, albatta amalga oshadi va siz ham mana shunaqa qimmatbaho sovg'alar egasiga aylanasiz. Hammada imkoniyat bor. Oson, juda ham oson, shart juda ham oson. Mana shu pastdagi QR kodni skanerlaysiz, botga kirasiz. Ko'chada ham, jamoaviy o'tirganingizda ham mana shu Pepsini baribir ichasiz. Qopqoq meniki talashib olib, QR kod orqali botga kirib, qopqoq ostidagi kodni yuborsangiz, ro'yxatdan o'tkazsangiz, siz ham aksiyada g'olib bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib imkoniyatlar. Undan tashqari yuqorida aytdim, voucherlarni qo'lga kiritishingiz mumkin, ajoyiblaganni yutib olishingiz mumkin, quloqchinlarni yutib olishingiz mumkin. AirPods Pro 3 ham yaxshigina qimmatbaho bo'lgan sovg'a, ko'pchilikning orzusi albatta. Bugun jonli efirda siz bilan birgalikda 3 ta qimmatbaho sovg'a g'oliblarini aniqladik. Bu safar agar g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, sizda hali imkoniyat bor. Kelasi hafta jonli efirgacha kodlarni ro'yxatdan o'tkazing va mana shunaqa bayram kunlarida ajoyib sovg'alarni yutib oling. Bizni tomosha qilgan hammaga rahmat. Siz bilan kelasi hafta yakshanba kuni 19:30 da mana shunaqa jonli efirda ko'rishamiz. Ungacha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Sovg'alarga ega bo'ling. Ko'rishguncha
Добро пожаловать за Дастархан подарков от Pepsi! Покупайте Pepsi, регистрируйте код под крышкой, получите шанс выиграть ценные призы и участвуйте в еженедельном розыгрыше iPhone 17 Pro и 100 миллионов суммов. Соберите свой Дастархан подарков с Pepsi с удовольствием!